1 million so'mga tog' bag'rida oilaviy qanaqa dam olsa bo'ladi? Hozir ko'rsataman. Hamma dam olish uchun bochkaga borsa, men oilamni olib Angren tog' bag'rilarida joylashgan Lashkarak qishlog'iga keldim. Negaki bu yerda odam ko'p emas, tinch, sokin joylar, havosi ham toza. Bu yerda yangi ochilgan Garden Vibe Resortga joylashdik. Bu yerda yog'ochdan yasalgan katta va kichkina shalelari bor ekan. Shalening ichida ham hamma qulayliklar bor. Yotoqxonasi, mehmonxonasi, sanuzel, Wi-Fi, televizor, xolodilnik hamma narsasi bor. Eng asosiysi issiq. Yozda esa muzdekkina bo'ladi. Mana shu shalening narxi hozirgi kunda atiga 1 million so'm ekan. Agar oilangiz kattaroq bo'lsa, katta shalega joylashinglar. Bu 1,5 million so'm. Ertalabki nonushta Garden Vibe Resortda katta hayvonot bog'i ham bor ekan. Har xil jonivorlarni ko'rib farzandinglar rosa quvonadi. Ularni oziqlantirsanglar bo'ladi. Undan tashqari baliq tutsanglar ham bo'ladi va o'sha baliqni obedga qovurtirib yesanglar ham bo'ladi. Eslatib o'taman, bu yerda faqatgina nonushta beriladi. O'zingiz bilan oziq-ovqat olib kelsangiz, tabiat qo'ynida, qozon o'chog'ida ovqat pishirishingiz mumkin yoki bizaga o'xshab kechki shashlik qilib yeyishinglar mumkin. Buni ham gashti boshqacha-da. Nima dedinglar? Shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Bu videoni tezda oila gruppasiga tashab qo'yinglar. Bu yerda to'liq lokatsiyasi Telegram kanalimda bor. Nomerligini ham videoning tagida qoldiramiz. Biza maza qilib dam oldik. Sizlar ham maza qilinglar.